Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bu bir necha kun bo'layotgan ahvollar yine hammamizni qattiq uyg'otyapti. Men shundoq shunga bizimniki o'ylagan ishlar to'g'riliq bir necha qislarda paranjoy deb o'ylab qoldim. Bu nima ish desanglar, tünügün Avrupa Birliği bilen Xitay hükümeti bir birleşme axbarat e'lon qildi. Onun da Avrupa Birliği bilen Xitay devleti bundan keyin strategiyalik hamkorlashuvchi sifatida ish olib boradi degan narsani o'tirib qo'ydi. Ondan keyin Amerikada Donald Trump hali qattiq siyosatlarni qo'ldan kelgan Xitoy hukumatiga nisbatan shu savdo urushida bo'lib buniki bergan bir qism vaqt chekilmasi bor edi. 3 oydan keyin mana ishni qilmasang men sana yangidan savdo beji qo'shaman degan o'xshash bu narsani hozir barbara yo'qolib ketdi. Bu savdo yig'inimi qaragan chog'da uzun muddatlik oxiri chiqmaydigan bir narsaga aylanib qolgandek qildi. Bu ish kelishda Xitoyni utdi. Mayli Yevropada bo'lsin, mayli Amerikada bo'lsin, utyapti bular. Uchinchi bir cho'ng ish meniki kalamga biroz ta'sir qilayotgan. Oldingi shanba kuni dunyodagi o'xshamagan yerlarda namoyishlar bo'ldi. Washingtonda bo'ldi, Los Angelesda bo'ldi. Lekin videolar qarab baksak bu jihatlarda shu namoyish haqida chiqqan xabarlar aslida biz umid qilgandek emas. Shaxsan ben umid qilgandek emas. Burunqidek ta'sir qo'zg'ayolmayotdi. Bo'libmi meniki yaqinda pek ichim pishadigan ahvol biz bir koni shuar bilan to'xtab qoldik. 1 milliondan ortiq yoki 1 milliongacha bo'lgan Uyg'urlarni lager uslab qo'ydi degan gap. Bu gapni hozir g'arbdagilar bak ko'p ishlatyapti. Uyg'urlarmi shu. Amli ahvol qanday desak, amli ahvol uni qaraganda jiq ig'ir. Qaysi darajada ig'ir desak, meniki mo'ljarimcha hozir ishkirga yetkazib ketilgan Uyg'urlarniki soni 1 milliondan oshadi. Bunun içinde en köp etkilenen joy Gansu, ondan başka Xalimjan, Sanshi, Ishki Mongolia bularni qahratan Kesh degan jurnal tilga oldi. Boshqa joylarmi bor. Bu boshqa joylarga o'tkazilgan Uyg'urlar lagerda emas, ularni turma usuli o'tdi. Intayin qattiq kontrol qilingan turma. Atrofidagilarni unchalik Uyg'urlarning borlig'ini bilmaydigan turmalarga usulvatdi. Bulupmu bunun içinde hazır 500 mingdek Uygur erkekleri var. Bula koluğa kural elip can kılalayıkan Uygur erleri. Yaş, kavul, cengi var erler. Bundan başka Uygurların içindeki serkiler, okşuman sağlık serkiler, meyli ziyalı olsun, şair yazgıcı, bayla, ish qilib aqli jihatdan bunayda qabul kelgan kishilar. Meniki farzimcha chet elda urug' tuqqanlari bor kishilar bunun ichida yo'q. Xitoy bu yerda siyosat tushirib, ularni ikkinchi so'rg'ini qilib qolsa, mana adamimiz bor deb ko'rsatadigan holatda salohiyat deb o'ylayman. Lekin chet elda urug' tuqqanlari yo'q. İki çıkıdığı adamı yok kişilerini ulanı meşgul etti. Maksat öldürütüş. Ma bu bunda ben tepagan gap emas. Nima haqiqatan qish degan jurnalniki muxbirlar buni o'tirib qo'ydi. Shu ulanchidagi nayda g'ururliq kishilarni qafas uslab qo'ygan temir qafasga egizligi 1 metr. Bu qafasning ichida yurtug'im bo'lmaydi. Qafasning ichida kuniga bir vaqt tomoq.
asosan Xitoy hukumatniki qilyotgani endi biroq o'ltirtay desa asli ashyaga ushlab qo'yib asosda ashada o'lsin deb maqsad o'ltirish uchunla shu ushlab qo'ygan ahvol eg'ir ular kun ko'rsatmaydi masalan odatdagi turmdagi jinoyatchilar kuniga bir ikki qatim qilag'a bir soatdan kun ko'rishga qo'yib turdi ekan uyg'urlarni shunday emas meni gapim emas bu qahtan qishdagi jurnalniki e'lon qilgan uchundir endi vataniga ahvolchi vatandami hozirga qadar o'zimki hayotini obdan ko'chirib kelgan o'ttira tabiqa va yaqinda yuqori kishilar lager ushlangan ularniki hammasini yaqinda o'pchi kesib 5 yillik 10 yillik 20 yillik deb turmalar o'tkazib ketdi hozir lagerda qolib qolganlar burun ancha degandek yaxshi yashab ketmagan andikin dehqonlar ikki kun yoqqa e'tibor xabardan ko'rgansizlar hozir Yevropadagi bir qism BTT'niki bir qism amaldorlarga bizim vatanga berib lagerlarni kurishga yo'l qo'ydi Xitoylar bular berib ko'rsa halaqadek burun ancha jini yaxshi boqolmagan hozir lagerda tutib turib kunduz zavodlar ish qilayotgan kishilarni ko'rsatdi bular lekin uyg'urlarchidagi kuchlik odamlar hozir qolmaydi lagerda emas sanbakchiq meniki mo'ljarimcha hozir yo'qolib ketgan shu turma lager andikin yetimlar boshlang'ich maktabning bolalari bularni qo'shgan chog'da hozir 3,5 milliondan 5 milliongacha odam yo'q edi nimshi bel boshlang'ich maktabniki bolalarini tilga olsan desanglar boshlang'ich maktabning bolalarini butunlay maktabdan kelmay o'qiydigan qilyapti ota onasini ko'rolmaydi ondan keyin yana bir ahvol bor u nima desanglar intan ko'p odam o'lib ketdi men Mehrul Tursunniki degan soniga asosan eğer 40 mingdan ortiq uyg'ur o'lyotidi deb bir xulosa chiqargan 2017 yildan boshlab hisoblsak 2 yilda 1 milliondek uyg'ur o'lib ketdi degan gap bu san bek cho'ng cho'ng lekin men bunday yaqinda bir necha do'stim bilan paralashdim hozir bizni asraq paraz qilyapmiz 2 yilning mobaynida o'lib ketgan uyg'urlarning soni 1 milliondan oshadi deb kuniga aran bir vaqt 2 vaqt tomoq bersa atkinsi basay sho'rpisi tushdan keyin soat 2larda go'sht sho'rpisi shunday bersa hech qanday quvvat bo'lmasa tomoqda lekin eg'ir darajada emgak sevasa bo'ladi o'lmay qanday qiladi yoki hech qanday davolanish bo'lmasa uyga chiqayotganlar faqat o'lib ketadiganlarga kuz yetgan chog'da bularni qo'yib bordi uyga qaytib 2 kun bilan 10 kun oldida o'lib ketib bordi shunga hozir o'lib ketgan ularning soni 1 milliondan oshishi mumkin bugungi bu yerda so'zlab qilishimning asosiy maqsadim biz shu armiyani o'zgartirishimiz kerak 1 milliondek uyg'urlar lager uslandi degan gap ko'ni gap bo'lib qoldi endi qat'iy uygun kelmaydi hozir uyg'urlardan 3,5 milliondan 5 million uyg'urlar yo'q ichkiriga ketdi bo'libmi urush qilolgan erlarning hammani ichkiriga ketdi ularni shu yo'q qilmoqchi bitlarlar 500 mingdan oshadi bu yana bir cho'ng masala uyg'urlarning beshiga kelgan butun zulmniki bosh planlovchisi Shi Jinping Chen Quangu emas Chen Quangu o bir jallod siyosatni yaxshi ijro qila oladigan jallod o'zini isbotlagan burun ishga isbotlagan kim Tibet isbotlagan hozir bizning vatanga kelib isbotlayapti lekin buni butun planlab buyruqni tushirgan kishi Shi Jinping Shi Jinpingniki jinoyatchilik darajasi tarixda o'tgan eng cho'ng terrorchi hokimiyatning boshliqlaridan qilishmaydi masalan Stalin Saddam Hussein Kaddafi degandeklar Xitoy hukumatining hozir uyg'urlayotgan ishi har qanday o'lcham bilan qarasin bir eg'ir darajadagi terroristlik
terörlük hareket bu. Aşlaq tosumu Xi Jinping hazır baş devletlerine bassa aldı kızıl gilam serip karşı batı. Naydı dağdılık murasimlarını ötküzüp bu bir intayın eğer ahval. Bu bizimki de özümüzdeki hizmetini yaxşı kılamağalığımızdaki bir emeli paketi. Şuna bunundaki şuarını özgertiş gerek. Çin Çanggu emas, Xi Jinping. Andakin 1 milyon emas, 3,5 milyondan 5 milyon koçuluk. Andakin bular lagerda sakavatını yok, ölüp gitip bardı. İntayın çoğunsan da ölüp gitip bardı. Şuna çeteldekilerini ki kıldığın işlerinin ki işkisi var, onun birisi bizim bütün tukallarını tızımlap çıkış. Bulup mu yuhap ketken tukallarını tızımlap çıkış. Andakin ölüp ketkenlerini. Yakında ölüm haberlerine ait köp geldi çetelge. Ben Yaponiyaga bakan vaktimde mi bir şembe günü 3 adamniki nezirsini bıraklık kıldık bir yerde. Ben o mescid verip söylediğin gün ise emniyette şu leksiyadan burun 3 adamniki nezirsini ötkazdık bu yerde. Vatan ölüp ketkenlerdik. Bu san intayın çoğun san. Muşan toplaş gerek. Bunu toplap bunu biz özümüz ispat kılıp tutup anıdaki hazırki hakikat falan deyiş gerek halkarağa. Şu BDT, Avrupa Birliği, başka hükümetler amelleri küçükkençe de bu şafalarını deyiş gerek. 1 milyondaki Uygurlar dediğin gap konu gap bu hazır. Emle az afalmaz gelmeyin. Aldığımızdaki yaşam bir günde ben bu Ahmetcan Pidayi bilen yeni bir sohbet ötküzmen. Uçağda şu bigemen diyen gaplarga asas bulduğun bir kısım uçurlarını köstüm ben şu uçağda. Eğer vakti bu kırındaşlar şu an köp asağına bulurdu. Bugün zadi kallarımda iş düşmek, kallar bak kolumdan iş gelmeyi, müşkepin dep boğum geldi. Biz şu arımızı özgertişimiz gerek, iş usulümüzü özgertişimiz gerek. Namayışını kaganda imkan var bir çoğun mühim peyitke toğırlattırıp kılış gerek. Mesela 5. ayda Oslo'da, Oslo erkeklik munbiri degen bir 3 günlük şığım. Bu yerge bizim Nuri Türkiye'li inimiz verip sözleydiken şu yığın mezgilide aş yığın boğan sorunun aldıda namaş ötküzüş bana internet kıymeti var iş. Oslo erkeklik munbiri. Uygurlarga erkeklik emas, bizge hazır ölüm geldi. Bütün bir milletke ölüm geldi, erkeklik emas. 21. asırda. Bu ölümni vücut çıkartkan adam yine kızıl gilamla karşılamadığı dünyada. Mahval özgürlük gerek. Ma kalemse. Rahmet.